Ye, ha, dammi bugun? Ya Abdurahmon tuzumisiz? Qanaqa dammi aytasiz ukam? Ishimizni bajarib qo'yib, endi baliq tutib o'tiribmiz-da. Ye, hali ham akulami deyman? Akula tutamiz. Gap yo'q, gap yo'q. Nima ish qildinglar endi aka? Biz ishimizni bilasizku, bitta darvozani o'rnatib qo'ydik. Mana Qo'qon Yaypanga, xudo Qani xohlasa. bir ko'raylik-chi. Voy, bezovta qildingiz-da. Voy. Qani yuring-chi. Men sizga ko'rsataychi darvozani. Mana ukam, darvozani o'rnatib qo'ydik. Baliq tutib, xudo xohlasa iftorlikka baliqxo'rlik qilamiz deb turuvdik, kelib qoldingiz. Mayli, endi sozangiz o'lmasin, tushuntiramiz. Darvozamiz high-tech fasonda nержавейкали chiroyli xonadonga mana Yaypan Qo'qonga o'rnadi. Materialga keladigan bo'lsak, kesaklarimiz 10 ga 5 profil 1.7 stena, taglari shvellerda bo'lgan. Xo'p, ramka profillarga keladigan bo'lsak, 1.5 stenali 6 ga 4 qora profilda bo'lgan. O'ziga yarashgan nержавейкаlar, stimul xudo xohlasa toza zamoklar bilan jihozlaganmiz. Albatta bu Qo'qondagi Dilshod akamning uylariga qo'ydik. O'zingiz klientlarga bitta uzoqroqdan ko'rsatasiz, o'zlari baho berib, kommentariyada kamchiligi bo'lsa aytishadi, yaxshi bo'lsa omad deb yozib ketishadi. Darvozamizni xudo xohlasa yasalish jarayoni full variantda 1.3 polni, tagi tepalar bilan 1.3 listda bo'lgan. Taglari X-loy gruntovka, X-loy kraska и матовый X-loy lak bo'lgan. Xudo xohlasa eshiklari mana ochilib yopilishlariga o'zlari baho berishadi. Rolls-Royce. Qadrli muxlislar, qadrli kuzatuvchilar, obuna bo'linglar va ishimizga baho berib, kamchiligi bo'lsa aytasizlar, yaxshi chiqqan bo'lsa xudo xohlasa like bosib, kommentariyaga omad deb duo qilib qo'yasizlar. Charchamani, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.